Xorazm viloyati soliq boshqarmasi hamda hududiy soliq inspeksiyalarida shaxsiy xavfsizlik bo'limi tashabbusi bilan navbatdagi seminar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Xorazm viloyati ma'muriy sudi va Urganch tumanlararo ma'muriy sudining sudyalari hamda Adliya boshqarmasi mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-iyundagi manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 8-avgustdagi normativ-huquqiy hujjatlarining va ular loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasi to'g'risidagi qonuni va bosh qomusimizning mazmun mohiyati xususida ma'lumotlar berildi. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 8-avgustda normativ huquq hujjatlarini va ularning loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizasi to'g'risidagi qonun qabul qilindi va bu qonunning asosiy maqsadi normativ huquqiy hujjatlarni korrupsiyaga qarshi omillari bor ekanligi, normalari belgilanganligi va bu bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni tartibga solishdan iborat bo'lgan normalar belgilangan. Endi bunda asosiy normativ huquq hujjatlarni shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha, ya'ni korrupsiyaga qarshi huquqiy ekspertizalarni o'tkazish bo'yicha asosiy vakolatli organlar belgilangan. Bular O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, ikkinchisi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va ularning hududiy boshqarmasi va tuman shahar bo'limlari hamda normativ huquq hujjatlar loyihalarini ishlab chiqarishga mas'ul bo'lgan davlat organlari tashkilotlarining yuridik xizmatlari, ya'ni yuristlari hamda tegishli normativ huquq hujjatlarning ijrosini ta'minlashni o'zini zimmasiga olgan davlat organlari tashkilotlari shu ekspertizani o'tkazishi mumkin. Uchrashuv ochiq muloqot ruhida savol va javoblarga boy tarzda bo'lib o'tdi va kelgusi faoliyatda qo'llash mumkin bo'lmagan amaliy takliflar ishlab chiqildi.